Yechib olish uchun kirgan ikkita yigit va bitta qiz u yerda tuzoqda qolishadi va u yerdan chiqib ketisha olishmaydi. Agar ular tashqariga chiqadigan bo'lishsa, ularni o'ldirishga tayyor bo'lgan manyak ko'chada turardi. Film boshlanishida biz bosh roldagi aktyorni ko'ramiz. Uning ismi David. U ofisda ishlaydi va ularni ofisidan norozi bo'lgan mijozlar bilan gaplashadi telefon orqali. Davidning yonida uni do'sti Corey o'tirardi va Corey do'stini kechqurun bo'ladigan bazmga taklif qiladi va aytadiki, u yerda barcha ofis xodimlari bo'ladi va bu ofisda Emily degan qiz ham bo'ladi. U qizni bugun oxirgi ish kuni va u qiz ham o'sha bazmga boradi deydi. Davidga u qiz yoqardi. Agar u bugun bazmga bormasa, keyin unga u qizga gap otish uchun imkoniyat bo'lmasligini bilardi. Va David bazmga borishga rozi bo'ladi. Ular bazmga borishi bilan Davidning do'sti Corey mast bo'lib hammaga qiziqarli bo'lmagan latifalarni aytishni boshladi. Shu paytda David Emilyni ko'rib qoladi va unga gap otmoqchi bo'ladi. Lekin bu yerda David ham qandaydir bo'lmag'ur gaplardan gap boshlaydi. Keyinchalik qizcha bazmdan chiqib ketadi. Emily uyiga yetib olish uchun taksi to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin bironta ham mashina to'xtamas edi. Buni ko'rgan David yana qizning yoniga boradi va o'zi uni olib borib qo'yishga ko'ndiradi va qizga kutib tur, men hozir chiqaman deb ichkariga do'stining yoniga kirib ketadi va do'stiga aytadi u ketayotganini. Va Corey men ham sizlar bilan ketaman deb turib oladi. David esa yo'q, sen shu yerda qol deyishiga qaramay, Corey ham ular bilan birga yo'lga chiqadi. Va Corey mashinada ham kulgili bo'lmagan latifalar aytardi. Keyinchalik Corey ularga aytadi, balkim u bu yerda ovqatlanib olarmiz deydi. Lekin David e'tiroz bildiradi. Lekin Corey Davidni ko'ndiradi ovqatlanishga. Ammo ularning yonida naqd pul yo'q edi. Shuning uchun ular kartadan naqd pul yechib olish uchun yo'l olishdi. Ular yetib kelishi bilan Corey ichkariga kirib ketadi. Keyinchalik ularni ham chaqiradi, xuddi o'zining kartasidan pul yechib olib bo'lmayotgandek. David hamda Emily ham u yerga kirishadi va ular pul yechib olib tashqariga yo'l olishganda ko'rishadiki, tashqarida ularga qarab kapishonda g'alati bitta odam turardi. Ular boshida o'ylashdiki, u odam biz chiqib ketgandan keyin kirmoqchidir deb. Lekin shu payt ko'chada bitta odam it aylantirib yurgan bo'ladi va boyaki kapishondagi odam hech qanday sabablarsiz u odamning yoniga borib uni o'ldiradi. Buni ko'rgan David hamda uni do'stlari xavotirga tushib politsiya chaqirishga harakat qilishadi. Ammo u yerdan politsiya chaqirish tugmasini topisha olishmaydi. Keyinchalik ular barcha choralarni ko'rib chiqishadi yordam chaqirish uchun. Ularning yonida uyali aloqa yo'q, lekin mashinada bor. David borib olib kelmoqchi bo'ladi, lekin uni do'stlari aytishadi, ulgurmaysan, seni o'ldiradi deyishadi va ular haq bo'lib chiqishadi. Kapishondagi odam ularni mashinasini ishdan chiqargan bo'ladi hamda mashinadan bitta keysni olib ketib qoladi. Va kutilmaganda u elektr energiyasini o'chiradi va ko'zdan g'oyib bo'ladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Corey politsiya mashinasini ko'radi va mashinani yordamga chaqira boshlaydi. Ularda savol paydo bo'ladi. Nimaga bu kapishondagi odam ichkariga kirmayapti degan. Ular o'ylaydiki, bu odamda bankovskiy karta yo'q deb, chunki bu yerga kirish uchun faqat shu karta orqali kirilardi. Keyinchalik ular bu odamga pul taklif qilishni rejalashtirayotganlarida tushunib yetishadiki, bu yerga Corey o'zining ishlamayotgan kartasi bilan kirganini. Bu shuni anglatadiki, bu yerning eshigi ochiq. David tashqariga chiqadi va yon tarafda turgan bu odamga konvert otadi va ularni qo'yib yuborishini so'raydi. Kapishondagi odam konvertning yoniga kelishi bilan David mashina tarafga yugura boshlaydi va mashinani o't oldirmoqchi bo'ladi. Ammo mashinaning simlari uzilib yotgandi. Keyinchalik telefon orqali yordam chaqirmoqchi bo'ladi, ammo bunga ham ulgurmaydi. Kapishondagi odam uni mashina ichidan tortib oladi va unga tashlana boshlaydi. Lekin David bir amallab u yerdan qochib do'stlari yoniga qaytadi. Shu paytda Corey do'stlariga birgalikda tashqariga chiqishni taklif qiladi. Lekin do'stlari uni gapini qo'llashmaydi. Keyinchalik ular yana boyaki politsiya mashinasini ko'rishadi, lekin bu politsiya shu hudud qo'riqchisi edi. Ular yana yordamga chaqirisha boshlaydi va bu safar qo'riqchi ularni ko'radi va mashinadan tushadi. Tushishi bilan o'lib yotgan odamga ko'zi tushadi va darhol yordam kuchlari chaqirmoqchi bo'ladi, lekin u ham ulgurmaydi. Bu qo'riqchini ham boyaki kapishondagi odam o'ldiradi. Bu paytda Corey yana qochib ketishni taklif qiladi, ammo qolganlar bunga qarshi edi. Va kutilmaganda eshik ochilib, ularning yoniga kapishondagi odam kirib keladi va ichkaridagi ikkita yigit unga tashlana boshlashadi. Kapishondagi odam ancha kuchli edi va qancha kuchli bo'lishiga qaramasdan David uni bo'g'ib o'ldiradi va ular o'rnidan turib tashqariga qarashi bilanoq ko'rishadiki, kapishondagi odam tashqarida turardi. David hamda uni do'sti oddiy odamni o'ldirishgan bo'lib chiqishadi. Bundan o'zlari juda hayratda qolishadi.
Va bu ikkita yigit o'zaro janjalni boshlaydi, bir-birini ayblab bu yerga kelib qolganlari uchun. Korri bunday o'tirib yordam kutishdan foyda yo'q deb chiqib ketmoqchi bo'ladi, chunki u yerda boyagi kapishondagi odam ko'rinmasdi. David Korrini olib qolmoqchi bo'ladi, Korri esa ularni olib ketmoqchi bo'ladi. Keyinchalik Korri tashqariga chiqadi va qochishni boshlaydi, lekin uzoqqa qochishga ulgurmaydi va tuzoqqa duch keladi. Kapishondagi odam uning yoniga yaqinlashardi. David tezkorlik bilan uning yoniga borib yordam bermoqchi bo'ladi, lekin Emily uni qo'yib yubormaydi. Shu payt David qizni ichkariga itarib yordamga ketmoqchi bo'lganda ko'radiki, Korri qorin tarafidan jarohat olganini. Buni ko'rgan David o'tirib qoladi va uning yonida Emily ham o'tiradi va ular gaplasha boshlashadi. David aytadiki, buning hammasiga men sababchiman deydi, lekin Emily bunday deb o'ylamasdi. Endi ular bir-biriga yaqinlashib o'pishishni boshlayotganda, ular shovqinni eshitib qolishadi. Sezishadiki, manyak orqa tarafdan nimalarnidir buzayotganini. Shu paytda ular ko'rishadiki, Korri hali o'lmaganini va ular Korriga yordamga yugurib ketishadi. Keyinchalik uni yana orqaga qaytarib olib kelishga zo'rg'a ulgurishadi va ular qon ketishini har xil usullar bilan to'xtatmoqchi bo'lishadi. David o'zini do'stini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Bu paytda esa manyak budkaning orqa tarafidan pojarniy shlang tiqib ularni suv ostida qoldirmoqchi bo'ladi va ular eshikdan ham chiqa olmasliklari uchun eshik oldiga mashina olib kelib qo'yadi. David u yerdan zajigalka topadi va pojarniy signalizatsiya ishga tushirmoqchi bo'ladi, lekin birinchi urinish befoyda edi. Keyinchalik Emily va David budkaning ichidagi hamma yonadigan narsalarni yig'isha boshlashadi. David Emilyni yelkasida ko'taradi, olovni datchikka yaqinroq olib borish uchun va nihoyat signalizatsiya ishga tushadi. Bundan quvonishni boshlagan Davidning oyog'i sirpanib ketadi va Emily boshi bilan yiqiladi va qaytib o'ziga kelmaydi. David uni bag'riga bosgan holda yig'laydi. Shu vaqtda manyak ikkinchi mashina bilan budkani buzib kiradi va jahli chiqqan David undan qasos olmoqchi bo'ladi. David u yerdan bir shisha alkogol topadi va undan yonuvchi nimalardir tayyorlaydi va yoqib tashqarida turgan boyaki odamga uloqtiradi. Lekin bu yerda manyak emas, qo'riqchi o'tirardi. Shu paytda qayerdandir politsiya va o't o'chiruvchilar xizmati yetib kelishadi va Davidga yordam berishning o'rniga uni hibsga olishadi va uni mashinaga o'tkazishadi. Uni gaplarini eshitib ham o'tirishmaydi. Biz ko'ramizki, bu yerdagi kamerani ham manyak oldindan ishdan chiqarganini. Kameradagi tasvirlar ko'rsatadiki, David aqldan ozib o'zining do'stlarini o'zi o'ldirganini, lekin aslida unaqa emasligini politsiya xodimlari bilishmaydi. Va kinoning oxirida ko'rsatishadiki, bu kapishondagi odam hamma narsani ipidan ignasigacha rejalashtirgan bo'ladi. Shu bilan film oxiriga yetadi. Film sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.